Mana Bahoram kirib keldi. Bu degani Munisda bahoriy mega aksiya. Munis savdo do'koniga tashrif buyurib, 3-4 million so'mlik mahsulot xarid qilsangiz, sizga bir marotaba lototronni aylantirish imkoniyati beriladi. Bu lototronimizning ichida kichik turdagi maishiy texnikalarimiz sovg'aga qo'yilgan. Lototronni aylantirib, ichidan bir marotaba kuponni tortasiz hamda kuponda qanday mahsulot yozilgan bo'lsa, xuddi shu mahsulotni tekinga olib ketasiz. 5 million so'mdan yuqori bo'lgan summaga mahsulot xarid qiling. Hamda lototrondan 2 marotaba kuponni tortib, ikkala sovg'ani ham qo'lga kiriting. 6 million so'mdan yuqori xaridingiz uchun mana shu barabanni bir marotaba aylantirish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. 10 million so'mdan yuqori summaga qilgan xaridlaringiz uchun barabani 2 marotaba aylantirasiz hamda ikkita tushgan sovg'ani tekinga olib ketasiz. Xarid qilgan summangiz qancha katta bo'lsa, baraban aylantirish imkoni shuncha ko'payib boraveradi. Munis savdo do'konida nafaqat naqd evaziga, balki Zoom, Alif va boshqa programmalarda limitingiz bo'lsa, shu limitingiz evaziga ham mahsulot xarid qilib, konkursimiz ishtirokchisiga aylanasiz. Bundan tashqari 5 nafardan 51 nafargacha korporativ xodimlarning Munis savdo do'koniga tashrifi uchun ham har xil sovg'alar beriladi. Ha, aytgancha, Munis savdo do'koniga tashrif buyurib, atiga mana shu mijoz anketasini to'ldirsangiz ham tekinga sovg'alar yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Aksiyamiz 3-martdan 31-martgacha amal qiladi. Munis savdo do'konlariga tashrif buyurib, omadingizni sinab ko'ring. Manzil Uchquduq avtostansiya ro'parasi.